Hozir sizlarga bir necha salom berish tartiblarini o'rgataman. Siz bir erkak kishiga salom bersangiz, assalomu alayka deysiz. Agar siz bitta ayol kishiga salom bersangiz, assalomu alayki deb salom berasiz. Ikkita erkak kishi yoki ikkita ayol kishi yoki aralash bo'lsin, ularga assalomu alaykuma deb salom berasiz. Ko'pchilik erkaklarga salom bersangiz, assalomu alaykum deb salom berasiz. Ko'pchilik ayollarga esa assalomu alaykunna deb salom berasiz. Xo'p, eng afzali assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bo'ladi bir kishiga ham. Xo'p, buning ma'nosini ko'rib chiqamiz. Assalomu degani tinchlik degani. Ala ga alaykum bo'lsa, kum sizlarga degani. Ya'ni sizlarga tinchlik. Va rahmatullohi va rahmatun bu rahmat degani. Alloh bu Alloh, rahmatullohi Allohning rahmati va baraka demak barakatuh, ya'ni uning barakalari bo'lsin. Oxiridagi hu qo'shimchasi barakatuhu uning degani. Uning rahmati va barakalari bo'lsin, sizga tinchlik bo'lsin degani.